Bilasizmi, qadimda Xitoy imperatorlari sog'lom 120-130 yosh umr ko'rishgan. Ularning uzoq umr ko'rish siri bu tabiatning mo'jizaviy o'simligi Ganoderma qo'ziqorini hisoblangan. Bu shunchaki qo'ziqorin emas, bu uzoq umr ko'rish eliksiri, yoshlik ramzi hisoblangan. Ular Ganodermani oltindan-da qimmat deb bilishgan. Chunki Ganoderma tanani hujayra darajasida tozalovchi va immunitetni mustahkamlab, organizmni yoshartirish xususiyatini bilishgan. Bugungi kunga kelib esa bu qadimiy sir hamma uchun ochiq. Gana Excel korporatsiyasi bugungi kunda butun dunyo bo'ylab sog'lom hayot tarzini targ'ib etib kelmoqda. Ganoderma qo'ziqorindan turli xil choy, qahva va kapsula ko'rinishidagi sog'lomlashtiruvchi mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Har bir mahsulot nanotexnologiyasi asosida tayyorlanib, tananing immunitetini kuchaytiradi, tanani tozalaydi va organizmdagi barcha kasalliklarga qarshi kurashadi. Agar siz ham sog'lom, kuchli va baxtli hayot kechirishni xohlasangiz, bunday imkoniyatni sizga Gana Excel korporatsiyasi taqdim etadi.